Meksikadan keyingi mundialning yo'qotilgan avlodi. Joriy yilning 3-aprel sanasidan Saudiya Arabistonida 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi start oldi. Ushbu yosh toifasida O'zbekiston terma jamoasi ilk turda 3-aprel kuni Tailand termasini 4-1 hisobida mag'lub etib, Jahon chempionatiga ilk qadamni tashladi. 6-aprel kuni ikkinchi turda Xitoyni 2-1 hisobida mag'lub etgan holda joriy yil Qatarda bo'lib o'tadigan mundial yo'llanmasi qo'lga kiritildi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi 9-aprel kuni esa mezbon Saudiya Arabistoni terma jamoasini yirik 3-0 hisobida mag'lub etib, guruhda yetakchi sifatida keyingi bosqichga yo'l oldi. Chorak finalda esa Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga to'qnash kelgan O'zbekiston terma jamoasi 3-1 hisobida g'alaba qozondi va yarim finalga yo'l oldi. Qalampiruz ushbu turnir fonida mazkur yosh toifasida mundialdagi ilk ishtirok, ya'ni 2011-yilda Meksika maydonlarida bo'lib o'tgan mundialdagi O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari va natijalariga to'xtalib o'tadi. O'smirlar o'rtasida ilk marta mundialga chiqqan Aleksey Yevstafeyev qo'l ostidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi Meksika maydonlaridagi Jahon chempionatida chorak finalga qadar yetib bordi. Dastlab ushbu jamoaning Osiyo Kubogidagi ishtiroki haqida. 2010-yil U16 Osiyo Kubogiga Toshkent shahri mezbonlik qildi. O'zbekiston A guruhida Iordaniya, Indoneziya va Tojikistonni ortda qoldirib, guruh yetakchisi sifatida keyingi bosqichga yo'l oldi. Yo'llanma uchun Suriyaga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Yarim finalda Avstraliya xuddi shu hisobda taslim etildi. Finalda esa Shimoliy Koreyaga 2-0 hisobda imkoniyat boy berildi. Ammo 2011-yilda Meksikada bo'lib o'tadigan Jahon chempionatiga yo'llanma qo'lga kiritildi. Ushbu o'yinni eronlik hakam Alirizo Fag'oniy boshqargan va O'zbekiston terma jamoasining ikki yetakchi futbolchisi Sardor Rahmonov va Abbos Maqstaliyevni qizil kartochka bilan jazolagandi. Uchrashuv yakunida esa o'sha vaqtlar O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbari bo'lgan Mirabror Usmonov hakam bilan qo'l berib so'rashishdan bosh tortgandi. 2011-yilgi mundialda D guruhidan o'rin olgan O'zbekiston U17 terma jamoasi AQSh, Yangi Zelandiya va Chexiyani ortda qoldirib, guruh yetakchisi sifatida play-offga yo'l oldi. Dastlabki turda ikki yetakchi futbolchi Sardor Rahmonov va Abbos Maqstaliyevsiz o'ynagan O'zbekiston Yangi Zelandiyaga yirik 4-1 hisobda mag'lub bo'ldi. Ikkinchi turda AQSh va uchinchi turda Chexiya bir xil 2-1 hisobida mag'lub etildi. Nimchorak finalda Yevstafeyev shogirdlari eski tanish hisoblangan Avstraliyadan yirik 4-0 hisobida ustun keldi. O'zbekiston terma jamoasi chorak finalda musobaqa favoritlaridan biri va yakunda finalgacha yetib borgan Urugvay to'sig'idan o'ta olmadi va 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Ammo mag'lubiyatga qaramay Aleksey Yevstafeyev o'z shogirdlari bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoalari orasida ilk bor mundialga chiqqani va chorak finalgacha yetib borgani bilan tarixga kirdi. Meksikadagi turnirda ishtirok etgan futbolchilar va murabbiylarga O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov tomonidan avtomobil topshirilgandi. Futbol bilan shug'ullanaman. Shu yaqinda Meksikada bo'lib o'tgan Jahon chempionatida qatnashib, 200 dan ortiq davlatlar orasida ko'ryapman medalni. Yaxshi. Mashina ham oldingizmi? Oldik. Qana yuribdi mashina? Yuribdi. Ha? Uyga tayyor dastyor bo'lib qolgan mashinalar. Shunaqami? Xursand. O'zingiz haydaysizmi? Yo'q, endi hali. Hali sizga huquq bergani yo'qmi? Siz yoshingiz nechida hozir? 17 da. 18 da beradimi? Men jonim bilan sizga istisno tariqasida prava berishga ham tayyor edim, lekin prezident ham haqqi yo'q bunaqa qonunlarni buzishga. Nasib etsin, bir yil chidaysiz, xo'pmi? Balkim buni mashina o'rniga boshqa mashina ham keladi, kattarog'i keladi. Jamoa bosh murabbiyi Aleksey Yevstafeyev qo'l ostida ushbu jahon chempionatida darvozabon G'anisher Xolmurodov, himoyachi Javlon Mirabdullayev, yarim himoyachi Abbosbek Maqsaliyev, hujumchilar Temur Hakimov va Bobur Davlatov kabi yorqin iqtidorlar o'z mahorati bilan muxlislar nazariga tushdi. Ushbu turnirda Abbosbek Maqsaliyev va Timur Hakimov 3 tadan gol urishga muvaffaq bo'ldi. Yuqorida sanab o'tilgan futbolchilar mazkur mundialdan keyin o'zbek futbolining kelajagi, milliy terma jamoani ham jahon chempionatiga olib chiqadigan futbolchilar sifatida ko'rilgandi. Maqsaliyev va Hakimovga Monaco va Chelsea klublaridan taklif tushgani haqida xabarlar tarqalgandi. Ammo aynan Meksikadagi mundialdan keyin biror futbolchi aytarli karyera qila olmadi. Ba'zilari jarohat, klubdagi raqobatga dosh bera olmay, faoliyatida keskin pasayish kuzatildi.
Timur Hakimov esa kayf safoga berilib, sport formasini yo'qotgan degan taxminlar ham yangragandi. Shuningdek, omma orasida ushbu turnirda ishtirok etgan bir necha futbolchilar futbol tili bilan aytganda o'qlangan, ya'ni yoshi sun'iy kichraytirilgan degan taxminlar yurgandi. Balki shu narsa futbolchilarning yuksalishiga ta'sir qilgandir. Meksikadagi turnirdan keyin bir necha yil o'tib, ya'ni 2013-yilda Turkiyada o'tgan 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatida 2011-yilgi turnirda ishtirok etgan tarkibdan Abbos Mahsaliyev, Sardor Rahmonov, Maksimilian Fomin kabi futbolchilar ishtirok etib, guruhda 3-o'rinni olgan holda keyingi bosqichga yo'l oldi. Nimchorak finalda Ahmadjon Musayev qo'l ostidagi jamoa Gretsiyani 3-1 hisobida mag'lub etib, chorak finalda Paul Pogba yetakchiligidagi Fransiyaga yirik 4-0 hisobda mag'lub bo'ldi. Turkiyadagi musobaqadan keyin Abbos Mahsaliyev faoliyati davomida Paxtakor, Neftchi, Navbahor, Surxon, Yangiyer, Istiqlol klublarida to'p tepdi. Ayni vaqtga kelib u Sirdaryo futbol assotsiatsiyasida faoliyat olib bormoqda. Timur Hakimov esa Meksikadagi turnirdan so'ng bir muddat Paxtakorda to'p tepdi. Hattoki o'sha vaqtlarda Germaniyaning Stuttgart, Angliyaning Chelsea va Rossiyaning Zenit klublaridan taklif olgan. 2013-yilda esa Turkiyada bo'lib o'tgan 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatiga kutilmaganda chaqiruv olmadi. Shundan keyin esa futbolchi Andijon safida ijara asosida o'ynadi. Keyin Samuel Babayan Hakimovni yana Paxtakorga qaytardi. Sherlar safida markaziy hujumchi pozitsiyasida o'ynagan Hakimov OKMKga ijaraga ketishiga to'g'ri keldi. Faoliyatida pasayish kuzatilayotgan futbolchi Oqtepa, Dinamo, Sog'diyona, Obod, Neftchi, Qo'qon 1912 klublarida to'p tepdi. Hakimovning oxirgi jamoasi Samarqandning Dinamosi bo'ldi. Oxir-oqibat 2023-yilda Meksikadagi turnir qahramonlaridan biri Timur Hakimov futbolchilik faoliyatini yakunladi. 2011-yilgi mundialda yana bir porlab chiqqan futbolchi himoyachi Javlon Mirabdullayev. Mirabdullayev Yevstafeyevning eng ishongan futbolchilaridan biri bo'lgan. U himoya markazida Sardor Rahmonov bilan tandem sifatida o'yin namoyish etgan. Turnirdan keyin himoyachi Bunyodkor, Andijon, Metallurg kabi klublarda to'p tepdi. Mirabdullayevning oxirgi klubi Bekobodning Metallurg klubi bo'ldi. 2022-yilda Mirabdullayev yuragidagi muammolar sabab futbolchilik faoliyatini yakunlashga majbur bo'ldi. Timur Hakimov jamoadoshi Javlon Mirabdullayev haqida iliq fikrlarini bildirib o'tgan. Agar Javlonda yurak bilan bog'liq muammo bo'lmaganida O'zbekistonning eng yaxshi markaziy himoyachilaridan biri bo'lar edi. U hattoki jahon darajasidagi futbolchi edi. Bunyodkor safida Osiyo Chempionlar Ligasida ham o'ynadi. Urugvayga qarshi o'yinda penaltini qaytargan darvozabon G'anisher Xolmurodovni eslaysizmi? O'sha vaqtlar terma jamoaning asosiy darvozaboni bo'lgan Xolmurodov murabbiy Yevstafeyevning haqiqiy topilmas hisoblanardi. O'zbekistonning bir necha yosh toifalarida darvozani qo'riqlagan posbon Meksikadagi musobaqadan keyin bir muddat Muborakning Mashal jamoasida o'ynadi. Keyin 2013-yilda u Kosonning Alanga jamoasiga o'tadi. Darvozabon bir sabab bilan futbolchilik faoliyatini yakunlashga majbur bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Xolmurodov 2013-yilda murabbiy va klub rahbariyatiga harbiy xizmatga borishini va qaytganidan so'ng o'ynab keta olsa, faoliyatini davom ettirishini bildirgan. Ko'rinib turibdiki, G'anisher Xolmurodov harbiy xizmatdan keyin faoliyatini tiklay olmagan va futbol bilan xayrlashgan. Meksikadagi turnirda porlab chiqqan va hozirga qadar o'z sport formasini saqlab qola olgan hamda mazmunli faoliyat olib borayotgan futbolchilardan biri bu Paxtakor yetakchisi Sardor Sobirxo'jayev. Sobirxo'jayev turnirdan keyin bir muddat Paxtakorning yoshlar jamoasida, so'ng Bunyodkor safida to'p tepdi. Sobirxo'jayev 2013-yilda Turkiyada bo'lib o'tgan 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionati uchun murabbiy Ahmadjon Musayev tomonidan terma jamoaga chaqiruv oldi. Ushbu mundialda ham jamoaning asosiy futbolchilaridan biri bo'lgan Sobirxo'jayev chempionatdan keyin Bunyodkorning ham asosiy futbolchilaridan biriga aylandi. 2016-yilda u Jizzaxning Sog'diyona klubi bilan shartnoma imzoladi. Jizzaxdagi yarim mavsumlik faoliyatidan keyin Sobirxo'jayev Toshkentning Obod klubiga o'tdi. Obodda bir mavsum to'p tepgan futbolchi faoliyatini G'uzorning Sho'rtanida davom ettirdi. 2017-yilning yozida u yana Bunyodkorga qaytdi. 2 yilni qaldirg'ochlar safida o'tkazgan Sardor Sobirxo'jayev 2019-yilning yanvarida Toshkentning Paxtakoriga ko'chib o'tdi. Ayni vaqtga qadar Sherlar tarkibida to'p tepib kelayotgan futbolchi Paxtakorning asosiy futbolchisiga aylanib ulgurgan. Futbolchining narxi Transfermarkt portalida 500 ming yevroga baholangan. Sobirxo'jayev Meksikadagi turnirdan keyin mazmunli faoliyat olib borgan kamyob futbolchilardan biri bo'ldi. 2011-yilgi U17 jahon chempionatining yana bir ishtirokchisi yarim himoyachi Muhsinjon Ubaydullayev. Ubaydullayev Meksikadagi turnirga Paxtakor akademiyasidagi o'yinlari bilan bosh murabbiy Aleksey Yevstafeyev tomonidan
chaqiruv olgan. Musobaqada u O'zbekiston terma jamoasining ishonchli futbolchilaridan biri bo'lgan. Mundialdan keyin u Paxtakorning asosiy jamoasida faoliyatini davom ettiradi. Sherlar safida 2-3 yil to'p tepgan futbolchi 2015-yilda Farg'onaning Neftchi klubiga o'tdi. Neftchidagi 3 yillik faoliyatidan keyin Ubaydullayev 2018-yilda Muborakning Mash'al jamoasiga ko'chib o'tdi. Mash'alda bir oy ham to'p tepmagan futbolchi Navoiyning Qizil qumi bilan shartnoma imzoladi. 4 yil davomida navoiyliklar sharafini himoya qilgan Ubaydullayev 2022-yilning yanvarida Farg'onaning Neftchisiga qaytdi. Ayni vaqtga kelib u farg'onaliklarning asosiy futbolchilaridan biri sifatida faoliyatini davom ettirmoqda. Uning narxi Transfermarkt portalida 200 ming yevroga baholangan. Darvoqe, Ubaydullayev ham 2013-yilda Turkiyada bo'lib o'tgan 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etgan. Bosh murabbiy Ahmadjon Musayev uni ham terma jamoa yig'iniga jalb etgan. Meksikadagi musobaqada porlab chiqqan yana bir o'zbekistonlik himoyachi Sardor Rahmonov turnirdan keyin ham nisbatan yaxshiroq karyera qila olgan futbolchilar qatoriga kiradi. Mundialdan keyin u Muborakning Mash'al klubida faoliyatini davom ettirdi. So'ng u 2013-yilda Toshkentning Lokomotiviga borib qo'shildi. Roppa rosa 1 yil temir yo'lchilar safida to'p tepgan Rahmonov 2014-yilning fevralida Farg'onaning Neftchi klubiga ko'chib o'tdi. 2 yilni Neftchida o'tkazgan Rahmonov 2016-yilda Buxoro bilan shartnoma imzolaydi. 2017-yilda u yana Mash'alga qaytadi va 2019-yilda Olmaliqning OKMK klubiga ko'chib o'tadi. Ayni vaqtga kelib Sardor Rahmonov o'zbek futbol afsonasi Mirjalol Qosimov qo'l ostidagi OKMKning asosiy himoyachilaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston har bir sohada bo'lgani kabi futbolda ham iqtidorlar mamlakati hisoblanadi. Ammo o'sha iqtidorlarni saqlab qolish faoliyatini mazmunli davom ettirishi avvalo futbolchining harakati va murabbiylarning e'tiboriga bog'liq bo'ladi. Qalampiruz bu mavzudagi chiqishlarini hali davom ettiradi.